Ma'ruzamiz O'zbekiston Respublikasida shoshilinch tibbiy yordam asoslari va shoshilinch tibbiy yordam xizmatini tuzilmasi, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishning yuridik va etik jihatlari. O'rtoqlar, bitta ikkita ma'lumotlar bor. Aytib o'tadigan Prezident farmoni 4985 shoshilinch tibbiy yordamni yana takomillashtirish to'g'risida 2017-yil chiqarilgan Prezident qarori 2838 moddiy texnik bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida 2017-yil 22-mart kuni chiqarilgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i 2017-yil 31-mart kuni chiqarilgan. 283 sonli Prezident qarori aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatishni tizim takomillashtirish to'g'risida. Bulardan o'zgarishlar bo'lgan o'rtoqlar. Biz birinchi bilasizlar, mana Prezident farmoni chiqadi yoki qarori chiqadi. Keyin undan keyin shu vazirlik tomonidan keyin Prezident qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida keyin vazirlik tomonidan chiqadi buyruqlar. 2017-yilgacha, ayniqsa 2022-yillargacha o'rtoqlar biz amaliyotimizda ham bu narsalar bo'lgan. Doril tanqisligi ham juda ham kuchli edi. Hattoki arzimagan arzon dorini ham bemor o'zi olishga to'g'ri kelar edi. Tez tibbiy yordam masalasida ham u paytgacha ham tez tibbiy yordamni kelish vaqti shahar sharoitida yarim soatgacha bo'lsa, qishloq sharoitida 40 minutgacha edi. Hozir qisqartirilgan ancha vaqtlar, masalan shahar sharoitida 10 minut, 20 minut, qishloq sharoitida 20 daqiqa ichida tez tibbiy yordam kelish kerak, qonuniy. Shu qonun qarorlar hisobiga, buyruqlar hisobiga bilasizlar, mana tez tibbiy yordamni avtomashinalarida ham, bazalarida ham imkon qadar har tomonlama muammoli yechilishga harakat qilgan. Mana kol markazlar tashkil qilingan bilasizlar, 2022-yildan boshlab markazlar chiqqan. Avval misol tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilgan bemorlar stansiyani o'ziga tushar edi. Misol Farg'ona shaharda turib telefon qilsa shaharga tushar edi, Quvada turib telefon qilsa Quvaga tushar edi. Hozir Farg'ona qayerda turib telefon qilsa ham Farg'ona viloyatini shu markazga, kol markazga vizit tushadi, qo'ng'iroq chaqiruv tushadi. Keyin stansiyaga tarqatiladi o'sha chaqiruv. Keyin stansiyaga tarqatilgandan keyin stansiyadan yana o'sha sortirovka bo'lib brigadalarga uzatiladi. Bu qisqacha aytib o'tdim, hozir yana bir to'xtalamiz. Kengaytirilgan holatda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-bob 2-bo'lim 9-bob 48-modda har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamni kafolatlangan hajmni qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli. Davlat sog'liqni saqlash tizimini, uning davlat va nodavlat shakllarini, tibbiy sug'urtani har xil turlarini rivojlantirish, aholini sanitariya epidemiya osoyishtaligini ta'minlash choralarini ko'radi. Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi, deyapti. Xo'p, endi bu batta ma'no nima chiqyapti? Misol davlat jismoniy tarbiya sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan shug'ullanadiganini sababiki biz ko'rib turib, biz mana hozir har xil tashkilotlarda kuniga ertamanda salkam ixtiyoriy majburiy bo'lib qoldi, ertamanda yarim soat vaqtda o'sha ishchilar hammasi ko'p joylarda, hatto hokimiyatlarda ham bo'ldi, ba'zi shu yillar ayniqsa ertamanda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishdi, jismoniy mashqlar bajarishdi. Keyin o'sha misol davlat organlari o'zlarining ishlarini boshlashdi. Keyin mana bu yerda sug'urtani har xil turlarini rivojlantirish deyilyapti. Endi ham bilsalaringiz, mana hatto tez tibbiy yordamni ham hatto pulli joylari chiqqan. Mana misol uchun bemorni davlat tibbiy muassasasidan olib xususiy tibbiy muassasaga olib o'tayotgan paytimizda davlatga misol bank orqali pul to'lash orqali shu tez tibbiy yordam mashinasini ma'lum vaqt davomida biz aytgan shu tibbiyot muassasasiga bemorlarimizni olib borib berishi mumkin. Pulli xizmat deyilyapti. Hozir sug'urta masalasida pulli xizmat masalasi faqat tez tibbiy yordam emas, qolgan bir qancha shu davlat tibbiyot muassasalarida ham sug'urta masalasida o'zgarishlar bo'lyapti anchagina. Sug'urta hisobiga ham ancha mablag' pulli tizimlarga o'tyapti. Xo'p, endi tibbiy etika deyilganda o'rtoqlar, etikani bilasizlar o'zlaringiz, falsafiy intizom, uni tadqiqot obyekti tibbiyotni axloqiy va klinik tibbiyot amaliyotini va tegishli ilmiy tadqiqotlarni tahlil qiladigan amaliy axloq hisoblanadi. Qadriyatlarga avtonomiyani hurmat qilish, yomonlik qilmaslik, xayrixohlik va adolat kiradi.
Xo'p, tibbiy etika, mehribonlik, avtonomiya va adolatni o'z ichiga oladi, chunki ular evtanaziya, bemorning maxfiyligi, xabardor qilingan rozilik va sog'liqni saqlash sohasidagi manfaatlar to'qnashuvi kabi nizolar bilan bog'liq. Xo'p, evtanaziya deyilganda o'rtoqlar, evtanaziya yaxshi o'lim degan ma'noni bildiradi. Turli harakatlar yoki uskunalar bilan bemorning hayotini sun'iy yo'l bilan ushlab turgan qurilmalarni ishini to'xtatish orqali bemorning o'z o'limini tezlashtirish haqidagi iltimosini qanoatlantirish. Ko'p hollarda evtanaziya bemorning iltimosiga ko'ra amalga oshiriladi. Agar bemor og'ir ahvolda bo'lsa, uni yaqin qarindoshlari qaror chiqarishlari mumkin. Evtanaziyaga ko'p davlatlarda ruxsat bor. O'zbekistonda evtanaziya qo'llash taqiqlangan va bu mavzu haqida bahslar davom etmoqda. Evtanaziyani bildilaringiz, O'zbekistonda taqiqlangan, shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Tibbiyot xodimining qonuniy tibbiy faoliyatga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlik belgilanishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks qo'shimchalar kirish haqida. O'rtoqlar, buni ham sizlarga kerakli ma'lumot. Senat tomonidan 23-yil 2-marta ma'qullangan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 197-7-modda. Tibbiyot xodimining qonuniy tibbiy faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki shu maqsadda tibbiyot xodimiga qonunga xilof ravishda har qanday shaklda ta'sir o'tkazish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravardan 7 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 7 baravardan 15-10 baravargacha yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olish huquqiga sabab bo'ladi. Ya'ni mana misol, bunda tibbiyot xodimi ma'muriy bayonnoma tuzmasdan o'z arizasida huquqbuzarning shaxsi, ya'ni sizga kim xalaqit beryapti tibbiyot sohasida ish qilayotganingizda, qonuniy ish qilayotgan paytingizda, o'sha bemorning shaxsi, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan joy, vaqt va uni mohiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatilgan holda sudga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ya'ni shu jamiki shu O'zbekistondagi tibbiyot xodimlariga aloqador qonun chiqilgan. Xo'p, bitta ma'lumot aytib o'tishim kerak, o'rtoqlar, bu paytda yana alohida gapirilgan gap bor. Mana o'zi nimada keltirilgan? Shu mehnat kodeksiga keltirilgan. Tibbiyot xodimining qonuniy tibbiy faoliyatiga to'sqinlik qilganlik deyilyapti. Ya'ni bu yerda o'sha tibbiyot xodimi qonuniy ish paytida bo'lish kerak yoki shu qonuniy ish bajarayotgan bo'lish kerak. Ya'ni misol tibbiyot xodimi ekan deb xohlagan har qanaqa holatda, misol qonuniy bo'lmagan jarayonlarda unga aloqador bas bu qonun, o'sha qonuniy vazifa bajarayotgan paytda o'sha paytga aloqador qonun bu kelgan. Mana ko'ryapsizlar, mana Lexus'da ham bor, bu nimalarni topishlaringiz mumkin, sudga murojaat qilish mumkin ekan. Endi o'rtoqlar, endi etikaga ko'p to'xtalmadikda, endi tashkiliy tuzilmaga o'tib ketamiz. Tez tibbiy yordam tashkillashtirish, ya'ni bitta ma'lumotlar bor o'rtoqlar, bilasizlar, shoshilinch tibbiy yordam bilan tez tibbiy yordamning farqi bor. Shoshilinch tibbiy yordam bu bizni o'sha shoshilinch tibbiy yordam markazi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi, Farg'ona filiali, Andijon filiali, Namangan filiali. Biz ya'ni mana ekstrenniy desak ko'cha tilida ekstrenniy banisamiz, qabulxona. Tez tibbiy yordam deyilganda bu bizni mana shu tez tibbiy yordam markazi alohida bitta markaz bo'lib chiqqan, Respublika tez tibbiy yordam markazi bo'lib, mana tez tibbiy yordam mashinalar orqali bajariladigan vazifaga tez tibbiy yordam deyiladi. Ya'niki shoshilinch tibbiy bilan tez tibbiyning farqi nima deyilsa, bizni tez tibbiy yordam markazida chuqurlashtirilgan mutaxassislar har doim ham bo'lmasligi mumkin va har bir o'sha misol tez tibbiy yordam brigadasida har qanaqa misol uskunalar bo'lmasligi mumkin. Mana misol ba'zi mutaxassislar teri kasallar shifokorini misol har doim ham tez tibbiy yordam mashinasi olib yurmaydi. Lekin shoshilinch tibbiy yordam markazida ko'p holatlarda shu mutaxassislar bo'ladi. Turli tuman nevropatolog, travmatolog, jarroh, bir qancha mutaxassislar bo'ladi shoshilinch tibbiy yordam markazida. Endi markazlashtirilgan tizim O'zbekistonda favqulodda tibbiy yordam xizmati butun respublika bo'ylab yagona tizim sifatida tashkil etilgan, ya'ni ajralib chiqqan. Avval misol oblziraf, golziraflar, reziraflar tarkibida bo'lgan tez tibbiy yordam ham hozir alohida bo'lib ajralib chiqqan demoqchi bo'lyapti. Toshkentdagi Respublika favqulodda tibbiy yordam ilmiy markazi va uning mintaqaviy filiallari ilmiy va uslubiy rahbarliklari kiradi. Mintaqaviy daraja, har bir mintaqada mintaqaviy favqulodda tez tibbiy yordam xizmati stansiyasi, har bir tuman shaharda esa markaziy bo'limga ega.
yuborish xizmati telefon orqali, ya'ni ko'l markazi demoqchi bo'lyapti. Albatta 103 qisqa raqamiga qo'ng'iroqlar qabul qilinadi va eng yaqin guruh yuboriladi. Ya'niki mana misol ko'l markaziga telefon qilsak, shu siz turgan viloyat ko'l markaziga qabul boradi, chaqiruv. Keyin ko'l markazida o'sha qabul qilingan qo'ng'iroqlar dastlab o'sha ko'l markazida turgan hamshira feldsher orqali u sortirovka bo'ladi. Ya'niki misol qaysi bemor og'ir, qaysi bemor yengil, qaysi bemorga misol tezroq brigada borish kerak, qaysi bemorga sekinroq borsa ham bo'laveradi. Ya'ni saralanadi yoki qaysidir misol bemorga bir yo'li mana misol portlash bo'ldi degan viziflar tushadigan bo'lsa yoki pajaniga aloqador yoki shu ichki ishlarga aloqador viziflar tushadigan bo'lsa, ko'l markazida turgan hamshira bir yo'li ichki ishlar vaziri, ichki ishlar bo'lim brigadasiga va o'sha mana pajarniga o'zi vizif yuboradi. Ya'ni tez tibbiy yordamda ishlaganlar bo'lsa, mana misol pajarni bo'lgan joyga borsa tez tibbiy yordam. Yatta bemorlar bo'lmaydi, lekin o'sha mana misol pajarniga telefon qilgan odam ham o'zi avtomatik ravishda tez yordam chaqirib qo'yiladi avtomatik ravishda. Lekin u yerda bemor bo'lmagan holatda ham misol tez tibbiy yordam brigadasi boradi-da pajar bo'lgan joyga. Hech qanaqa bemor bo'lmaydi, ular aytishadi, biz tez tibbiy yordam chaqirganimiz yo'q edi, biz faqat pajarni chaqirganmiz degan gapni eshitishimiz mumkin. Ya'ni pajarniga telefon qilgan, o'zi pajarniga telefon qilgandan keyin avtomatik ravishda tez tibbiy yordam ham chaqiriladi. Ichki ishlar brigadasi ham chaqiriladi avtomatik ravishda. Ya'ni shu yerda mana ko'l markazini vazifalarini haqida gap ketyapti bu yerda. Sog'liqni saqlash vaziri favqulodda tibbiy yordam xizmatining tizimini umumiy nazorati va boshqarishini ta'minlaydi. Respublika markazi tibbiy standartlar, protokollarni ishlab chiqarish, xodimlarni tayyorlash, tashkil etish, statistika monitoring qilish, ya'ni mana misol yangi standartlar chiqsa, respublika markazidan chiqadi yoki xodimlarni qayta o'qitishlar bo'ladi, ular respublika markazi bilan hal qilinadi. Ya'ni sog'liqni saqlash vaziri bas respublika markazi bilan hal bo'ladi. Misol xodimlarni qayta tayyorlash, nimalarga yana o'qitish kerak, qanaqa kurslarga borib kelish kerak, misol ishlayotgan vaqtida qandaydir kurslarga jo'natiladi o'sha xodimlar. Mintaqaviy stansiyalar tuman guruhlarini muvofiqlashtirish va yuborish xizmatlarini boshqaradi. Tuman shahar bo'limlari to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroqlarni qabul qiladi. Ya'ni bu yerda mana shu ko'l markazini vazifasini aytyapti. Qabul qilish guruhlariga jo'natadi va mahalliy ishlanmalarni nazorat qiladi. Struktura tarkibi qismlariga guruhlar mana paramedik guruhlar bor, ya'ni feldsher guruhlari, tezkor chaqiruvchi asosiy ishchi guruh deyilyapti bu yerda. Shifokor boshchiligidagi guruhlar ham bu yerda mana shifokori bor brigadalar haqida gap ketyapti. Maxsus guruhlar reanimatsiya brigadalari, kardiologiya, pediatriya, akusherlik, ginekologiya, travmatologiya, toksikologiya va boshqalar kiradi. Keyin kardiologiya ham ba'zi joylarda bor, lekin har doim ham akusherlik, ginekologik, travmatologiya brigadalar har joyda ham ko'rmaymiz. Psix brigadalarimiz bor, lekin asosan reanimatsion brigadalar bor. Kardiolog brigadalar ham uchrab turadi ora-orada. Qolgan brigadalar juda ham ko'p deya olmaymiz. Transport masalasida mana reanimobillar, kislorod qurilmalari, defibrillatorlar, EKG zarur dori-darmonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Yuborish markazlariga chaqiruvlarni qabul qilish, guruhlarni GPS orqali kuzatib boradi va eng mos jamoani yuboradi. Ya'ni bu yerda mana shu chiqyaptiki, bitta joydan misol vizit tushsa, o'sha vizitni mana misol shahardan bitta ma'lum bir joydan vizit tushyapti, Oybekdan vizit tushyapti. Oybekda oldida, Oybek raddomda oldida misol Quvasoyda tez yordam brigadasi o'tayotgan bo'lishi mumkin, lekin bo'sh. Mana shularda vazifasi o'sha bo'sh bo'lsa ham o'sha brigadaga berish bo'ladi. Lekin hozir bu juda ham unchalik hali tashkillanmagan, sababiki shaharni faqat shaharga berilyapti. Tumanda brigadalari shaharga keladigan bo'lsa, ular bezda qilingan yo'q hozircha. Shifoxonaga integratsiya deyilganda bemorlarga tegishli shifoxona yoki maxsus markazga yo'naltirish tushuniladi. Asosiy funksiyalar hayot uchun xavfli favqulodda holatlar zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatish asosiy funksiyasi. Bemorni barqarorlashtirish, ya'ni holatni barqarorlashtirish,
va uni sog'liqni saqlash muassasasiga xavfsiz yetkazib berishni ta'minlash. Keng ko'lamli halokatlarda, portlashlar, avtohalokatlar, xudo saqlasin, tabiiy ofatlar, epidemiya paytida tezkor tibbiy javobni maxsus muvofiqlashtirish shtabi orqali tashkil etish. Aholiga bepul favqulodda tibbiy yordam ko'rsatishni kafolatlash. Xo'p, endi O'zbekiston Respublikasi tez tibbiy yordam stansiyasi tuzilishi. Endi stansiya haqida gap ketyapti. Dispetcherlik markazi tez tibbiy yordam stansiyasi operativ yuragi hisoblanadi. Bu yerda kol markazlarini ham shu keltirsak bo'ladi. Shu dispetcher markazi deyilganda barcha shoshilinch chaqiriqlar milliy qisqa raqam 103 orqali qabul qilinadi. Dispetcherlar chaqiriqlarni saralaydi. Ya'ni o'sha misol kimga tezroq tez tibbiy yordam borish kerak, kimga sekinroq borsa bo'laveradi. Ya'ni ayniqsa bilasizlar, shom mahaldan kechqurungi soat 12:01 gacha juda tez chaqiruvlar ko'payib ketadi. Mana shu paytda asosiy bular shu saralash ishini olib boradi. Ya'niki sinab ko'rishlaringiz ham mumkin. Zarur paytda o'sha misol 103 ga telefon qilib, yurak xuruji desangiz, sizlardan so'raydi telefon qilgan odamdan, yurak xuruji desa, juda ham qisqa vaqtlar ichida, misol behush yoki shu misol og'ir sababni aytsangiz, juda ham qisqa vaqtlar ichida chaqiruv o'sha brigadaga yetib boradi. Misol planshetlarga tushadi yoki o'sha planshetlarga telefon qilinadi. Chaqiruv tezlik bilan tushadi. Lekin misol yengilroq darajada, misol isitma yoki bir qanaqadir boshqa yengilroq sababda aytiladigan bo'lsa, 103 ga telefon qilgan paytda ularga vezu sekinroq tushishi mumkin. Bu haqida sinovdan o'tilgan. Misol ikkita bir xil holatda 103 ga telefon qilib tushuntirilsa, bittasi misol behush deydi, bittasi isitma deydi. 103 behush degan bemorga tez yordam har qalay tezroq yetib keladi. Saralash shu saralanganning belgisi. Shoshilinchlik darajasini aniqlaydi. Eng yaqin bo'sh turgan brigadan yo'naltiradi. Zamonaviy stansiyalar GPS kuzatuv tizimlarini, ya'ni o'sha GPS orqali tez yordam brigadasi qayerda ketayotganligini ko'rib turadi hozir. O'sha kol markazidagilar tez yordam mashinalarining joylashuvi harakatini nazorat qiladi. Ko'p sonli jarohatlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda dispetcherlik markazi huquq-tartibot organlari va favqulodda vaziyatlarga javob beruvchi xizmatlar bilan hamkorlik qilib yagona boshqaruvni ta'minlaydi. Ya'ni mana aytib o'tdim, pajaniga telefon qilgan payti o'zi avtomatik ravishda tez yordamga tushadi. Tez yordamga telefon qilish, shu gapni aytadigan bo'lsak, avtomatik ravishda pajarniga va shu ichki favqulodda vaziyatlarga ichki huquq-tartibot organlariga o'zi vizitni, chaqiruvni tashab qo'yadi. Xo'p, brigada bazasi tibbiyot xodimlari uchun bo'lim, brigada bazasi navbatchilik qilayotgan tibbiyot xodimlari joylashadi. Ularga shifokor boshchiligida brigadalar, feldsher brigadalari, ya'ni shu misol brigadalarda tez yordam mashinalari, tez yordam brigadalarini shu dam olmaydi har qaliga o'zlari shu misol o'tirib bir qancha dokumentlar yozib olish uchun kerak bo'ladigan o'sha xonasini aytish mumkin brigada bazasi deb. Birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha tayyorgarlikka ega haydovchi, shifokor, hamshira bo'ladi brigadada. Ixtisoslashgan brigadalar esa maxsus vaziyatlar uchun tuziladi. Masalan, mana reanimatsiya, kardiologiya, pediatriya, aksiyoginikologия, travmatologiya, toksikologiya, ushbu bo'linmalar turli favqulodda vaziyatlarda tezkor va yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatishni ta'minlaydi. Bizda hozir bu holat reanimatsiya deb aytib o'tdik. Reanimatsion brigadalar o'sha tashqi misol chaqiruvlarga borishi mumkin, lekin qolgan mutaxassislar chaqiruvlarga to'g'ridan to'g'ri bormaydi-da. Sanaviyatsiya deymiz, bu ko'cha tili bilan o'sha ma'lum shu shifoxonalardan mutaxassislarni olib, o'sha chaqirtirilgan joyga olib boriladi sanaviyatsiya orqali. Uchinchisi, tez yordam avtomobillari parki, ya'ni bilasizlar, mana misol Farg'ona shahrida shu avtomobil parki, mashinalar anchagan to'planib turadigan joyda binoni aytishimiz mumkin. Transport bo'limiga bemorga shifoxonaga yetkazilishdan oldin ham murakkab tibbiy yordam ko'rsatishga moslashtirilgan tez tibbiy yordam mashinalari kiradi. Har bir avtomobil quyidagilar bilan jihozlanadi. Kislorod baloni, niqoblar, defibrilyator, ko'chma EKG monitorlari, favqulodda yordam dorilar, adrenalin, atropin, og'riqlantiruvchi vositalar, tomir ichiga yuborilgan eritmalar, immobilizatsiya vositalari, shinalar, bo'yin uchun shinalari. Mana bu jihozlar bemorga voqea joyida ham, transport jarayonida ham hayotni saqlab qoluvchi yordam ko'rsatishni ta'minlaydi. Dorixona va tibbiy asbob-uskunalar ombori. Endi bu ombor ko'proq o'sha misol har qanaqa brigada turadigan joyda ham bo'lmaydi.
yo o'sha markaziy viloyat ko'l markazlari bilan yonma-yon bo'ladi, yoki o'sha stansiyalarda ham bo'lishi mumkin. Tibbiy ta'minot bo'limi zarur dorilar, sarf materiallarning zaxirasini saqlaydi. Ularga quyidagilar kiradi: tomir ichiga yuboriladigan eritmalar, og'izlantiruvchi va reanimatsion dorilar, bog'lov material, turniketlar, shprislar, qo'lqoplar, kateterlar, voqea joyida ishlatiladigan ko'chma tibbiy asboblar, to'g'ri inventar boshqaruvi odatiy favqulodda vaziyatlarda ham, yirik ofatlar vaqtida ham uzluksiz ta'minot kafolatlaydi. Turniket masalasi, turniket degani o'rtoqlar aytib o'tmadim, bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Mana misol bilakdan qon ketayotgan paytda turniket xuddi jigutga o'xshaydi-da. Shunday bog'lov unaqa narsa, bog'lab turib o'sha buraydigan joyini burab qo'ysa, qon yana ham xuddi bog'lovdaqa qon o'tish to'xtaydi. Qon ketayotgan bemorlarga qo'llaniladi bu turniketlar. Ma'muriyat texnik bo'lim. Bu bo'linma tashkiliy va texnik ta'minotni amalga oshiradi. Ma'muriyat stansiya bosh shifokori va ma'muriy xodimlar kiradi. Texnik xizmat tez yordam mashinalarini saqlash va ta'mirlash, tibbiy uskunalarni sozlash va barcha bo'limlarni ishga shayligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'sha mana bilasizlar, ko'l markazimizda ham bor Farg'ona viloyatida yoki boshqa tuman brigadalarida ham shu texnik bo'limi bor, ma'muriy bo'limlari bor. Xulosa qaytadigan bo'lsak, tez tibbiy yordam stansiyasi bu dispetcherlik tibbiy brigadalar, tez yordam transporti, dorixona va ma'muriyatni birlashtirgan murakkab ko'p bo'linmali tizim. U 24 soat 7 hafta rejimida ishlaydi va favqulodda vaziyatlarda bemorni omon qolishda hal qiluvchi bo'lgan o'z vaqtida muvofiqlashtirilgan va samarali shifoxonaga yordamni kafolatlaydi. Ya'ni mana misol poliklinikalar misol 24/7 sharoitda ishlamaydi. Lekin tez tibbiy yordam brigadasi bu tez tibbiy yordam xizmati 24/7 sharoitda ishlaydi. O'zbekiston tez tibbiy yordam brigadalari tarkibi, endi brigada tarkibiga chuqurroq yondashamiz. O'zbekistonda tez tibbiy yordam xizmati zarur yordam darajasi va favqulodda vaziyat turi bo'yicha turli xil brigadalardan tashkil topgan, har bir brigada aniq belgilangan vazifalar asosida ishlaydi. Bu esa shifoxonagacha bo'lgan davrda tezkor muvofiqlashtirilgan va samarali yordam ko'rsatishni ta'minlaydi. Misol feldsherlik brigadasi, paramedik brigada eng keng tarqalgan brigada bo'lib, shoshilinch chaqiriqlarga birinchi bo'lib javob beradi. Hozirgi holatda juda ham keng tarqalgan deyolmaymiz, lekin bor feldsherlik brigadalari ham. Hozir bizda ko'proq vrachlik brigadalar ko'proq tarqalgan. Paramedik brigada rahbari, ya'ni feldsher o'zi bo'ladi. Bemorni dastlabki baholaydi, reanimatsiya va shoshilinch muolajalarni boshlaydi. Imkon qadar hamshirasi inyeksiya vena ichiga yuboradi, bog'lash va kuzatuvda yordam beradi. Haydovchisi bo'lsa mashinani boshqarishda, bemorni ko'tarish, immobilizatsiya qilish, jihozlarni tashishda ko'maklashadi. Bu yerda misol feldsher ham hamshira ham ikkalasi ham misol yo texnikum yo medkoloji bitirgan bo'ladi. Lekin shu bitirgan paytda ham o'zini mutaxassis bo'ladi, yoki feldsherda bergan bo'ladi yoki hamshirada bergan bo'ladi. Umumiy amaliyot shifokor brigadasi, ya'ni shifokorlik brigada yuqori malakali tibbiy yordam zarur bo'lganda yuboriladi. Shifokor umumiy amaliyotchi tashxis qo'yadi va davolash qarorlarini qabul qiladi. Hamshira tibbiy muolajalarni bajaradi, ya'ni shifokor aytgan muolajalarni, dori-darmonlarni yuboradi va bemorni kuzatadi. Haydovchi bemorni xavfsiz tashishni ta'minlaydi va ko'tarish, joylashtirishda yordam beradi. Reanimatsion brigada og'ir ahvolda yoki hayot xavf ostida bo'lgan bemorlarga ixtisoslashgan anesteziolog, reanimatolog nafas yo'lini himoyalash, intubatsiya, defibrillatsiya va sun'iy nafas olishda amalga oshiradi. Anesteziologiya hamshirasi dori vositalarini yuborish, tomchilatib quyishni amalga oshirish, doimiy monitoring olib borish. Paramedik favqulodda muolajalarda yordam beradi va bemorni barqarorlashtiradi. Haydovchi avtomobilni boshqaradi va jihozlar hamda bemor tashishda yordam beradi. Reanimatsion brigadada o'rtoqlar paramedik bizim O'zbekiston sharoitida nisbatan kam, paramediki bor brigada faqatgina shu misol anesteziolog, reanimatolog bo'ladi, o'sha medsestrasi bo'ladi, haydovchi bo'ladi. Shu hozirgi holatda ko'p holat uchrayotganimiz shu. Qo'shimcha alohida bitta feldsher yo vrach har doim bo'lmaydi. Ixtisoslashgan brigada ma'lum turdagi favqulodda vaziyatlar va bemor guruhlari uchun shakllantiriladi.
kardiolog brigada, misol kardiolog brigada, kardiyo reanimatsiyalarda bo'ladi, hamshira, haydovchi. Pediatr brigadasi, pediatr, hamshira, haydovchi, aksyorlik brigadasi, aksyor ginekolog, hamshira, haydovchi. Travmatolog brigada, toksikolog brigada, psix brigadamiz bor bilasizlarmi? Ko'pchilik o'tadiganimiz. Brigada a'zolarning asosiy vazifalari shifokor mana yoki feldsher brigada rahbari bemorni dastlabki baholaydi. ABS yondashuv, ya'ni misol air, way, breath, circulation, ABS reanimatsiya yondashuvi, havo yo'llari nafasi, qon aylanishi, nevrologik holat to'liq ko'rish, tashxis qo'yadi. Tez tibbiy yordam shifokori ehtimoliy tashxisni qo'yadi. Har doim ham misol analizlar olish imkoni bo'lmasligi mumkin, lekin shu shoshilinch holatda ehtimoliy tashxis qo'yadi. Mana misol sindromga aloqador bo'lishi mumkin, sindromalniy bo'lishi mumkin. Misol o'tkir qorin, misol gipertoniya kasalligi 2-daraja, arterial gipertenziya 3-daraja, xavf omili to'r o'ta xavfli deb qo'ya olmaydi, lekin arterial gipertenziya degan misol nima tashxis qo'yishi mumkin. Gipertoniya kasalligi deb qo'ymasa ham tashxis masalasida. Reanimatsiya choralarini boshlaydi. Nafas yo'llarini himoya qilish, defibrilyator, yurak o'pka reanimatsiyasi, hayotni saqlovchi dori vositalarini yuboradi va davolashni boshqaradi. Tibbiy yordamni hujjatlashtiradi va qabul qiluvchi shifoxonaga bilan aloqa qiladi. Qabul qiluvchi shifoxona bilan aloqa qiladi deyilyapti, lekin bizning sharoitda hozir har doim ham qabul qiluvchi shifoxona bilan aloqa qilmaydi. Lekin stansiyaga telefon qilib aytib qo'yadi. Misol biz shu yerga ketyapmiz deb aytib qo'ygan holatlar bo'lib turadi. Qabul qiluvchi shifoxonaga aloqa qilmasdan olib boradi. Olib borgandan keyin agar kasal arzimaydigan bo'lsa, xijolatchilik bo'ladi. Haqiqatan arziydigan kasal bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bexijolat shifoxona olib bo'ladi, muammosiz. Hamshira nafas yo'lini himoya qilish, sun'iy nafas olishda yordam berish, vena yo'lini ochish, infuziya terapiyasini amalga oshirish, shifokor feldsher ko'rsatmasi bilan dori yuborish, bog'lash, immobilizatsiya va yaralarni parvarishlash. Hayotiy ko'rsatkichlarni kuzatish, jihozlarni tayyorlash, steril sharoitni ta'minlaydi deyilyapti. Xo'p. Haydovchining vazifasi bemorni shifoxonaga tez va xavfsiz yetkazish, bemorni ko'tarish, joylashtirish, immobilizatsiya qilishda yordam beradi. Jihozlarni tashishda, joylashtirishda ko'maklashishda, kislorod baloni, zambil va monitorlarni joylashtirishda, zarur bo'lsa oddiy birinchi yordam ko'rsatishda, avtomobilni tayyorligini ta'minlash, ya'ni yoqilg'isi, tozaligi, jihozlarni ishlashini tekshirish. Bu yerda oddiy birinchi yordam deyilganda har qanday tez yordam haydovchisi shu oddiy birinchi yordam ko'rsatishini o'rganish uchun alohida o'qitiladi. O'qitilmagan shifokor haydovchi olinmaydi ishga. Yoqilg'i tozaligi, mana tozaligi jihozlari ishlashini tekshirish ham haydovchining vazifasi. Ya'ni nimasidir misol yoki kislorodda balonda kislorod tugab qolgan bo'lsa, qaysi jihozlari kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bu haydovchining aybi hisoblanadi. Ixtisoslashgan rollar kengaytirilgan brigadalarda anesteziolog, reanimatolog og'ir bemorlar nafas yo'lini boshqarish, sun'iy nafas oldirish, reanimatsiya olib boradi. Anesteziolog hamshirasi dori vositalari og'izlantirish, monitoring amalga oshirish, ixtisoslashgan mutaxassislarning kardiolog favqulodda vaziyatlarda o'z yo'nalishi bo'yicha yuqori malakali yordam ko'rsatadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston tez tibbiy yordam brigadasi odatda tibbiy xodim, hamshira va haydovchidan iborat bo'lib, og'ir va murakkab holatlarda esa reanimatsion hamda ixtisoslashgan brigadalar kengaytirilgan tarkib va yuqori darajadagi muolajalarni amalga oshiradi. Bunday tizimli yondashuv bemorlarga shifoxonagacha bo'lgan davrda o'z vaqtida maqsadga muvofiq va hayotni saqlovchi yordam ko'rsatishni kafolatlaydi. Endi o'rtoqlar, bu yerda mana misol bitta vaziyatli masala keltirilgan. Bu biz shu bitta xodimimiz nimasi keltirilgan ekan. Mana misol bir hafta oldin Farg'ona shahrida tez tibbiy yordam navbatchilik paytida 2 mashina ishtirok etgan yo'l transport hodisasi haqida chaqiruv oldi. Bu yerda jarayon keltirilgan asosan. Jarayon orqali ham bir ma'lumotlar olish mumkin. Mana misol dispetcher chaqiruv olingandan keyin dispetcher bemorlar og'ir ahvolda ekanini xabar qildi shifokorga
brigada shifokoriga reanimatsiya jamoasi tarkibida hodisa joyiga yetib bordi. Shifokor bemor taxminan 30-35 yoshlar atrofidagi erkak mashina ichida hushsiz holatda topildi. Vaziyatli masala juda ham sizlarga aniq qiziqarli ma'lumotlar berishim mumkin. Bemor hushsiz ekan, yuzi oqarib ketgan, terisi sovuq va nam. O'zi shu ma'lumotlar o'zidan sizlar farqlab olishlaringiz mumkin. Bemorda shok jarayoni ketyapti. Katta ehtimol bilan lablari ko'kargan, nafas yuzaki, shovqinli, qon va qusundi uni nafas yo'llarini to'sib qo'ygan. Yurak urish daqiqasiga 140 marta, mana shok indeksi bo'yicha mana 100 dan yuqori, 1 dan yuqori 140 marta. Ammo kuchsiz va notekis, qon bosimi hayot uchun xavfli darajada past. Tanasi bo'ylab bir nechta jarohatlar mavjud. O'ng son suyagi ochiq sinishi, faol qon ketyapti ekan. Nafas olayotganda ko'krak chap tomoni deyarli harakatlanmagan, bu esa ochiq pnevmotoraksdan dalolat beradi. Ya'ni chap tomonlama ochiq pnevmotoraks demoqchi bo'lyapti. Har doim ham biz payqa olmasligimiz mumkin bu chap tomonlama pnevmotoraksda. Va allaqachon katta miqdorda qon yo'qotgan va chuqur gemorragik shok holatda. Nevrologik baholashda u Glasgow koma shkolasi bo'yicha atigi 6 ball oldi. Bu degani katta ehtimol bilan stuprambass o'zi komaga yaqinlashyapti. Og'riqli ta'sirlarga deyarli javob bermayapti. Qon oqimi juda sustlashganini bildiryapti. O'sha paytda har soniya hisobda nafas yo'lini darhol tiklash, qo'llab-quvvatlash, qon ketishini to'xtatish va tezkor va evakuatsiya qilish. Bu shunchaki protokollar emas, hayot va o'lim orasidagi nozik chiziq. Endi bemor shokuy holatda ekan, og'ir ahvolda ekan. Agar imkon bo'lsa, bu vaziyatda reanimatsion brigada chaqirilishi shart. Imkon qadar nimagaki defibrilyator har doim misol oddiy brigadalarda bo'lmaydi. Keyin misol laringoskop, endotrexeal naycha, misol sun'iy o'pka ventilyatsiyasini qilish har bitta brigada ham imkoniyat cheklangan. Bu vaziyatli masalada bu amaliyotni bajarayotgan shifokor katta ehtimol bilan reanimatsionniy brigada. Xo'p. Hodisa joyini baholash va xavfsizlik, mashina xavfsiz holatga keltirildi va atrofdagi hudud xavfsizlashtirildi. Ya'ni misol atrofda boshqa bir misol gaz chiqayotgan yoki har xil elektr toki urish xavfi ehtiyot chorasi ko'rib olish kerak. Mana misol bitta avtohalokatga borgan holatimizda tez tibbiy yordam brigadasida avtohalokat bo'lganda bemor mashinadan chiqib olgan bir amallab atrofida o'zidan ketgan yo'q, lekin shok holatida turibdi. Biz shu tez tibbiy yordam mashinasida bemorni oldiga borgan paytimizda bemorni rostman o'zim shaxsan bo'lgan vaziyat, bemorni ahvoliga qarayman deb atrofdagi shu narsaga e'tibor bermay qolgan ekanman. Xudo saqlab, atrofimizdagi sheriklar aytib qolishgan, avtohalokat bo'lgan o'sha avtomashina to'ntarilgan holatda bo'lgan va o'sha avtomashinadan katta miqdorda metan gazi, o'sha gaz chiqayotgan bo'lgan. Xudo saqlab, agar o'sha paytda qandaydir olov yoki cho'g' bo'ladigan bo'lsa, portlash yuz kelib qolish xavfi yuqori. Juda ham Xudo saqlasin. Sheriklarimiz ogohlantirilgandan keyin Xudoga shukr darrov o'sha atrofdagilar kelib gaz chiqish to'xtatilgan. Biz Xudoning qudrati bilan bemorga tibbiy yordam ko'rsatib olganmiz. Nafas yo'li, og'iz bo'shlig'i, qon va qusundidan tozalash, orofaringial yo'l joylashtirildi va keyin endotraxeal intubatsiya amalga oshirildi. Ana mana shu endotraxeal intubatsiya har qanday brigada ham imkoni cheklangan. Lekin mana bu orofaringial yo'l intubatsional bo'lmasa ham kichkina shu orofaringial naychalar bor, bilasizlar. Oddiy hattoki Damas avtomobilida ham, tez yordam mashinasida ham o'sha bor, o'sha apparatlar bo'lmasa so'rab olish mumkin markazlardan. Nafas yo'li xavfsizlandi va kislorod bilan sun'iy nafas berish boshlandi. Mana shu bemorimizga nafas olish yetarli emas, shuning uchun 100% kislorod bilan ventilyatsiya amalga oshirildi. Ko'krak qafasining notekis harakatlanishi tufayli chap tomonga ko'krak trubkasi joylashtirildi, ochiq pnevmotoraks bartaraf qilindi. Bu amaliyotda har doim ham hatto anesteziolog, reanimatolog ham qila olmasligi mumkin. Odatda shifoxona sharoitida
jarrohlar bajaradi. Endi iloji yo'q sharoitda o'sha imkoni bor odam, bilgan odam qilishi mumkin. Spontan pnevmotoraks oldini olish maqsadida pnevmotoraks bo'lgan o'zi bemorda teng bo'lib. Keyin sun'iy nafas berish masalasi bilasizlar, ambu qopchasi yordamida bajariladi. Bu ambu qopchasining tagi qismida hamma qism bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, kislorod 100% kislorodni ulab qo'yadigan joyi bor, naycha orqali. Qon aylanishi ikkita intravenöz kateter o'rnatilibdi. O'zi bu jarayonda o'zi darrovda bir yo'li ikkita kateter o'rnatilibdi. Tezkor suyuqlik terapiyasi, kristalloidlar va kolloidlar yuborildi. Ya'ni bemorda katta miqdorda qon yo'qotishi bo'lgan, suyuqlik o'rnini bosish maqsadida katta miqdorda suyuqlik infuzion terapiya bajarilgan. O'sha son sinishi ustiga turniket qo'yildi. Mana turniket aytib o'tdim, qon ketish to'xtatish maqsadida. Qon ketish boshlangan holda bosim bog'lanma qo'llanildi. Qon bosimi juda past bo'lgani uchun norepinefrin infuzioni boshlab yuborildi. Ya'ni noradrenalinni kapinisaga ulab qo'yildi demoqchi bo'lyapti. Agar noradrenalin bo'lmaydigan bo'lsa, o'rtoqlar bilasizlar, mana misol adrenalin qo'llashimiz mumkin, mezaton qo'llashimiz mumkin, tez yordam brigadalarida bor. Avvallari misol dofamin bo'lgan, dofamin ham qo'llanilgan bir paytlar. Xo'p, glyukoza ham kerak standart bo'yicha bor, lekin nisbatan bulardan ko'ra nisbatan kuchsizroq, lekin kerak standartda bor. Nogironlik, nevrologik holat, Glasgow koma shkalasi bo'yicha 6 ball qayd etilgan. Ko'rishi va qo'shimcha jarohatlar aniqlandi. Bemorni sovuqdan himoya qilish uchun issiq adyol bilan yopildi. Bu paytda o'zi shok holatida sovuq ter chiqayotgan paytda har doim ham bemorni issiq adyol bilan yopish imkoni bo'lmasligi mumkin, lekin yopilsa juda ham katta bo'lmasa ham, lekin zarar qilmaydi, foydasi bor xudo xolasa. Qo'shimcha chora-tadbirlardan og'riqni kamaytirish uchun analgetiklar yuborildi. Bunaqa paytda, travma paytlarida o'rtoqlar bilasizlar, narkotik analgetiklar yuboriladi yoki imkon qadar narkotik bo'lmagan taqdirda analgetiklar yuborilishi shart. Yoki bemor qon ketmayotgan bo'lsa ham travma oqibatida ham o'lim sodir bo'lishi mumkin. Travmatik shokdan bemor o'lib qolishi mumkin. Ochiq sinishga infeksiyani oldini olish uchun keng spektrli antibiotiklar yuborildi deyapti. Endi bu yerda u bizni shu sherigimiz o'zini amaliyotdan kelib chiqib yozgan, lekin tez yordam brigadasida antibiotiklar bo'lmaydi. Jarohatlangan oyoq immobilizatsiya qilindi, lekin immobilizatsiya qilish imkonimiz bor. Har qanday tez yordam brigadalarida shinalar bor, bilasizlar. Shu shinalarda stansiyalardan olib olish kerak. Nimagaki misol oyoq sinish, qo'l sinishni, misol son chanoq bo'g'imidan chiqishlar bo'ladigan bo'lsa, tez yordam brigadada bemor shifoxona, qabulxonaga borib olgungacha qimirlab ketadigan bo'lsa, singan joylar, ya'ni vaziyat og'irlashib qolishi mumkin. Shina qo'yish orqali shu vaziyat anchagina yengillashishiga bizga imkon bo'ladi. Bemor reanimatsiya mashinasiga ko'chirilgan va mexanik ventilyatorga ulanish amalga oshirilgan. Doimiy monitoring ekiga kislorod puls oksimetr va qon bosimi o'lchangan. Qon bosimi pasayganda norepinefrin dozasi oshirilgan. Suyuqlik terapiya olib borilgan. Shifoxonada bo'layotgan jarayon endi shoshilinch tibbiy yordamga o'tib ketdi bu yerda. Kompyuter tomografiya tasvirlari, bu yerda kompyuter tomografiya tasvirlari faqat tez yordam brigadasida emas, o'sha shifoxona sharoitida travmatolog xulosa qiladi. Aynan qayerlarda tomografiya qilish kerakligini, qayerda zarba belgilari bo'ladigan bo'lsa, tomografiya imkon qadar kerak, zarur. Sababiki bizni bemorimizda avtohalokatga uchraganda boshdan lat yegan, bemor spirtli ichimlik ichgan bo'lgan hisobiga hammasini aytib bera olmagan, imkoni bo'lmagan. Boshdan lat yeganni travmatolog payqamay qolgan yoki tomografiya qilish imkoni bo'lmagan bir tuman sharoitida shu hisobiga boshqa miyaga qon, agar misol tomografiya qilinsa, bosh miyaga qon quyilishi belgilari bo'ladigan bo'lsa, o'sha jarayon davolash muolajalari bosh miya qon quyulishiga ham aloqador bo'ladi. Yaralangan ochiq shu femoral sinish favqulodda jarrohlik vazifasi bilan qon to'xtatish bo'lgan. Arta bu yerda bizni ba'zi mutaxassis bor joylarimizda angioxirurglar bor, qon tomir xirurglari, ya'ni misol ichki qon ketish yoki tashqi qon ketishlarda oddiy jarrohdan ko'ra o'sha angioxirurglar o'zini mutaxassisi puxtaroq qiladi ishlarini.
ortopedik jarrohlik bajarildi shu bemorda. Femoral sinishni osteosintezi, reanimatsiya bo'limida ventilyatsiya, ya'ni apparatga ulangan bemor, suyuqlik terapiya bajarilgan, dorilar davom ettirilgan. Taqdimotimiz tugabdi.